Assalomu alaykum, hurmatli matematika darslari kanali kuzatuvchilari. Bugun biz sizlar bilan milliy sertifikatda tushgan original savollar bazasining 42-savollarning yechimlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi savolda aytyapti, quyidagi chizmada 142 ga teng bo'lgan ABCD trapetsiya tasvirlangan. Trapetsiyaning BC tomonidan K va L nuqtalari olingan ekan va SL ning LK ga nisbati 3:2 ekan. Demak, mana bu yerimiz 3x bo'ladigan bo'lsa, bu yerimiz 2x. KB ning LK ga nisbati 2. Demak, LK miz 2x bo'lsa, KB miz 4x ga teng bo'lyapti. Endi DC ni AB ga nisbati 5 taqsim 9. DC miz kichik asos 5 taqsim katta asosimiz 9 ekan, 9 y ekan. Xo'p, bizga savolda aytyapti, AKB uchburchak yuzini so'rayapti hamda AKL da yuzini so'rayapti. AKL ni yuzini so'rayapti ekan. Demak, AKB uchburchakli yuzini topish uchun bizga trapetsiyaning yuzi berilyapti. Trapetsiyaning yuzi 42 ga teng ekan. Trapetsiyaning yuzini topish formulasi asoslari yig'indisini yarmi ko'paytirilgan nima? Balandlikka teng bo'ladimi? Demak, 14 y bo'lsa, 7 y ko'paytirilgan hashimiz bizda 42 ga teng ekan. Demak, hash bilan y ning ko'paytmasi 6 ga teng bo'lar ekanda. Bitta balandlik tushirib qo'yaman men bu yerdan. Asosga hash degan. Endi xo'p, balandlikka parallel to'g'ri chiziqlar o'tkazadigan bo'lsak, mana shu yerdan. To'g'rimi? Endi hash bo'ladigan bo'lsa, hashimizni biz mana bu necha qo'shadigan bo'lsak, BC'miz. BC'miz 9x bilan 9 bo'lakka bo'ladigan bo'lsak, mana yerimiz 4 hash taqsim 9 ga teng bo'ladimi? To'g'ri, ya'ni k dan mana bu o gacha bo'lgan masofada endi. Tushunarli? Demak, AKB uchburchakning yuzi kelib chiqdi. S uchburchak AKB. Bu teng ekan 9y ko'paytirilgan, ya'ni asosimiz 9y, balandligimiz 4 hash taqsim necha? 9 ga taqsim 2 ekan. Shuni hisoblaymiz. Bu bilan xo'p, bu qisqarib ketgandan keyin bizda qoladi S AKB uchburchakning yuzi h bilan y ko'paytmasi 6 midi? 6 ko'paytirilgan 4 taqsim 2 ekan. Ya'ni natijamiz 12 ga teng bo'ladi ekan. Demak, A variantga, ya'ni A savolining javobi 12 ekan. Endi AKL da 4 burchakli yuzini so'rayapti. AKL da 4 burchakli yuzini topishimiz uchun biz mana bu DCL 3 burchakli yuzini topa olamizmi? DCL 3 burchakli yuzini topsak bo'ladi bemalol. Buning uchun biz nima qilamiz bu yerdan? Mana bu L nuqtadan DC tomonga bitta perpendikulyar o'tkazamiz. Yani balandlik o'tkazamiz. Yani 3 burchak nimasiga tushadi bu? Tashqarisiga tushadimi? Bu balandlikning uzunligi 3 hash taqsim 9 ga teng bo'ladi ekan. Tushunarli bo'ldimi? Demak, bu yerdan biz S DCL 3 burchakli yuzini topadigan bo'lsak, bu asos tomonimiz 5y, balandligimiz 3 hash taqsim 9 ga tengmi? Taqsim 2, ya'ni 3 burchak yuzini topish endi bu. Endi buni hisoblaymiz. Hisoblab qo'yadigan bo'lsak buni, h bilan y ko'paytmasi 6 edi. 5 ko'paytirilgan 6 taqsim 3 ga teng bo'ladimi? 3 bilan 9 qisqargandan keyin taqsim 2. Buni hisoblaydigan bo'lsak, natijamiz 5 ga teng chiqyapti. Endi bizga kerak A, K, L, D 4 burchakli yuzi. Buni yuzini topish uchun biz trapetsiya yuzidan ayirib tashlashimiz kerak. A, K, B 3 burchak yuzi bilan hop D, C, L 3 burchakli yuzini teng. Buni hisoblaymiz endi. S trapetsiyaning yuzi 42 midi bizda? Demak, ayrilgan ikkalasining yuzlari yig'indisi 12 qo'shilgan 5. 42 dan ayiramiz 17 ni. Natijamiz 25 ga teng bo'ladi ekan. 4 burchak yuzi 25 ga teng chiqdi. Endi ikkinchi savol.
İkinci savolimizda aytyapti. ABCD kvadrat berilgan. BD diagonalining D3 dan davomida E nuqta olingan. D'miz 3 ekan. Mana bu yerimiz 3. Kvadratning diagonali 18 ga teng. Mana bu yerimiz necha? 18 ga teng bo'lsa, SE kesmani toping. SE kesmani uzunligini topishimiz kerak. Mana bu yerimiz nimaga teng? 45 gradusga tengmi? Demak, mana bu burchagimiz necha bo'ladi? 135 gradusga teng bo'ladimi? Endi bu yerda kvadrat diagonali 18 bo'lsa, kvadratning tomoni 9 ildiz osti 2 ga teng bo'ladimi? Mana yerimiz demak 9 ildiz osti 2 ekan. Endi biz y'sini topishimiz kerak. Y'si teng. Buni kosinuslar teoremasdan topamiz. Ya'ni ikkita tomon va ular orasidagi burchak berilgan bo'lsa. Y'si teng ildiz ostida 3 kvadrati 9 plyusdan 9 ildiz osti 2 ning kvadrati 81 ga 2 ni ko'paytirsak 162 minusdan 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 9 ildiz osti 2 ko'paytirilgan kosinusimiz 135 gradusda minus ildiz osti 2 taqsim 2 ga teng ekan. Ana shuni hisoblaymiz. Teng. Bu 171 qo'shilgan bo'ladi. Ikkita minusimiz. Ildiz osti 2larimiz qisqarib ketdi 2 bilan. 6 kere 9 54. Qo'shadigan bo'lsak buni ildiz osti 225 ga teng bo'lyaptimi? Qo'shsak 225 ekan. Demak, y'si kesmaning uzunligi 15 ga tengligi kelib chiqdi. Demak, javobimiz 15 ekan. Xo'p, endi agar deyapti, SY kesmaning uzunligi ildiz osti 29 bo'lsa, kvadratning yuzini so'rayapti. Endi boshqa bitta kvadrat chizib olishimiz kerak biz. Shu shaklda chizilgan. Yetadi mana shu. Xo'p, A, D, S hamda B. Hammamiz Y nuqta. Endi aytyapti, C'miz ildiz osti 29 ga teng bo'lsa, D'miz 3 ga teng bo'lsa, mana yerimiz 135 ga teng bo'lsa, kvadrat yuzini so'rayapti. Kvadrat tomoni A deb qo'yaylik biz, to'g'rimi? Endi shu yerda kosinuslar teoremasini yana biz o'sha A ni topishimizga to'g'ri keladi. Xo'p, ketdi boshlaymiz. Ildiz osti 29 ni kvadrati 29 teng ekan. A ning kvadrati plyusdan 3 ning kvadrati minus 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan A kosinusdan 135 gradus ekan. 29 teng bu A kvadrat qo'shilgan 3 kvadrat 9 minusdan endi plyus bo'lib ketadi. Biz bilamiz kosinus 135 gradusda nimaga teng? Ildiz osti 2 taqsim 2 ga tengmi? 2 lar qisqarib ketgandan keyin 3 ildiz osti 2A qolyapti bu. Buni soddalashtiramiz endi. Xo'p, A ni kvadrati plus 3 ildiz osti 2A minusdan 20 teng 0 bo'ladimi? Diskriminant topamiz. Diskriminantimiz 3 ildiz osti 2 ning kvadrati 18 plyusdan 80. Bu 98 ga teng bo'lyaptimi? Demak, A'miz teng ekan. Minus 3 ildiz osti 2 plus diskriminantdan 7 ildiz osti 2 chiqadi. Taqsim 2. Xo'p, buni hisoblaydigan bo'lsak, 4 ildiz osti 2 ildiz osti 2 ga teng bo'lyapti. Demak, kvadrat tomoni 2 ildiz osti 2 ekan, bizdan o'sha kvadratning yuzini so'rayapti. Kvadratning yuzi A kvadrat. Natijamiz 8 ga teng bo'ladi ekan. Javobimiz 8 ekan. Uchinchi savol, rasmda kichik asosi 5 ga balandligi 4 ga teng bo'lgan teng yonli ABCD trapetsiyada
Kosinus beta burchagimiz va kosinusdan d burchagimizni berilyapti. Bizdan aytib diagonallar o'rtalarini tutashtiruvchi kesma uzunligini toping va trapetsiya yuzini toping. Xo'p, buni ishlashimiz uchun biz nima qilishimiz kerak? Mana bu teng yo'li bo'lgandan keyin mana bu burchakni phi deb olsak bo'ladimi? Demak, mana bu burchagimiz nimaga teng bo'lyapti? B phi plyusdan alfaga teng bo'ladimi? Endi mana yerga yozaman. Yani uch burchakning ichki burchaklari yig'indisi. 2 phi plyusdan alfa plyusdan betamiz nimaga teng? 180 ga tengmi? Demak, 2 phimiz yoki alfa plyusdan betamiz 180 minusdan 2 phi ga tengmi? To'g'rimi? Xo'p. Endi buni biz sinusda borsak yoki kosinusda boradigan bo'lsak, kosinus alfa plyusdan beta teng kosinusdan 180 minusdan 2 phi ga teng bo'ladimi? Buni yoyib chiqadigan bo'lsak, kosinus alfa kosinus beta minusdan sinus alfa ko'paytirilgan sinus beta bo'ladi bu. Sinusdan beta. Shu teng bo'lyapti minusdan kosinus 2 phi ga. Demak, kosinus 2 phi ni topamiz endi. Teng. Aslida tashlashimiz kerak ekan. Kosinus 2 phimiz teng minus qavschida endi kosinus alfani qiymati. Kosinus alfani qiymati berilyapti 2 taqsim ildiz osti 5. 2 taqsim ildiz osti 5. Ko'paytirilgan kosinusdan beta, kosinus betani qiymati berilyapti minus 2 taqsim 5 ildiz osti 5. Minusdan 2 taqsim mana 5 ildiz osti 5 ekan. Xo'p, endi ayrilgan sinus bilan kosinus ko'paytmasi. Demak, bu ildiz osti bo'ladi. 1 minus 4 taqsim 5 ko'paytirilgan 1 minus bu 4 taqsim 125 ekan. To'g'rimi? Teng. Shunda minusdan qavschida minusdan 4 taqsim 25 minus hop hisoblaymiz. 1 taqsim birinchi ildizdan 1 taqsim ildiz osti 5 bo'ladi. Keyingi ildizdan 121 dan 11 chiqadi. 1 taqsim 25 bo'ladi ekan. Demak, kosinus 2 phi ni qiymati chiqdi. Hop, hisoblaydigan bo'lsak, bu 15 taqsim 25. 15 bilan 25 ni 5 ga qisqartiradigan bo'lsak, 3 taqsim 5 ga teng bo'ladimi? Kosinus 2 phimiz. To'g'rimi? Endi hop, kosinus phi ni topamiz bu yerdan. Yoki tangens topadigan bo'lsak, bitta balandlik o'tkazadigan bo'lsak mana shu yerga. Hop, buni rangini tursin. Mana shu balandlikning uzunligi nechaga teng degan? 4 ga teng degan. Balandligimiz necha ekan? Plus balandligimiz 4 da. Tushunarli. Buni chiziqchani o'chirmoqchi edim, o'chirolmadim. Xo'p, endi mana bu tomonimizni xo'p, A deb qo'yaylik. Tushunarli. Tangens topaman mana shu yerdan. Tangens phi ni. Kosinus ikkilanganligini tangensga bog'liqligi 1 minusdan tangens kvadrat phi taqsim 1 plyusdan tangens kvadrat phi edi. Shu teng ekan 3 taqsim 5 kabi.
Xo'p, bu yerdan tangensini topadigan bo'lsak, umumiy maxraj bera oladigan bo'lsak, ya'ni proporsiya qilib 5 minusdan 5 tangens kvadrat fi teng bo'lyapti. Shuni bir joyga tiqmang. Qilsak ham bo'ladi-ku. Xo'p, bir ko'paytiradigan bo'lsak, 5 minusdan 5 tangens kvadrat fi teng bo'lyapti 3 plus 3 tangens kvadrat figa. Bu yerdan 8 tangens kvadrat emas, teng bo'lar ekan nechaga? 2 gami. Demak, tangens kvadrat fimiz 1 taqsim 4 ga teng bo'lyapti. O'zi tangens fimiz shu yerda necha keladi? 1 taqsim 2 bo'ladimi? Endi tangens fimiz 4 ning a ga nisbatimi? Demak, a miz teng ekan nechaga? 8 ga. A miz 8 ga teng bo'ladigan bo'lsa, a 8 bo'ladigan bo'lsa, xo'p, mana yerimiz o'sha 5 plus shunda nerga bitta balandlik o'tkazadigan bo'lsak, mana bu yo'lda. Shunda bu yer 3 ga teng, mana bu yerimiz 5 ga teng bo'ladimi? Shunda bu yer ham necha? 3 ga teng bo'lar ekan, ha? Endi hamma narsa ma'lum. Trapetsiyaning katta asosi bor. Trapetsiyaning katta asosini aniqlab oladigan bo'lsak, uning qiymati 11 ekan. Kichik asosi esa 5 ga teng ekan. Bu bizga diagonallar o'rtalarini tuzatuvchi kesma x so'rayapti. Asoslar ayirmasining yarmiga teng. Natijamiz 3 ekan. Trapetsiyaning yuzini so'rayapti. Trapetsiyaning yuzi o'rtacha sig'i bilan balandlik ko'paytmasiga teng bo'larmidi? O'rtacha sig'imiz 8 ekan, balandligimiz 4. Natijamiz 32 ga teng bo'ladi. Demak, 3 bilan 32 bo'ladi degan javob. 4-savol. ABCD parallelogramda D balandlik va Y nuqta AB tomonining B nuqta esa DE ning o'rta nuqtasi bo'lsa, ABCD parallelogram yuzi 48 ga teng ekan. Bizdan savol qo'yilyapti. CBF to'rtburchak yuzasini toping va CFG uchburchak yuzasini G uchburchak yuziga nisbatini toping debdi. Yaxshi. Xo'p, bu holatda biz nima qilamiz? Endi bu holatda biz qaraymiz. Parallelogramning yuzi 48 ga teng ekan. Endi parallelogramning mana bu tomonini biz xo'p A desak, mana bu ham A bo'ladigan bo'lsa, parallelogram bitta tomoni 2 ga teng bo'ladimi? Parallelogram mana bu F'miz D ni o'rtasi ekan. Mana bu yerda H desak, mana bu yer nimaga teng bo'ladi? H ga teng bo'ladimi? To'g'rimi? Xo'p, endi bu yerdan 2A bilan 2H ning ko'paytmasi 48 ga teng bo'lsa, A bilan H ning ko'paytmasi necha? 12 ga teng bo'lyaptimi? To'g'rimi, yo'qmi? Yaxshi. Endi mana bu S uchburchak, ya'ni A D Y ning yuzini topa olamizmi? Uchburchak yuzi tomon unga tushgan balandligimiz 2H. Ko'paytmasini yarmiga teng. Demak, bu 12 ekan. To'g'rimi? S A D Y emas. Xo'p. 12 bo'lgandan keyin burchak F DS'ning ham yuzini topa olamizmi? DS'ning yuzi ham tomonimiz 2A bo'lyapti.
Bunga tushgan balandligimiz mana h bo'lib mana. O'shani yarmi ekan. Bu ham BDS 3 burchakli yuzi ham 12 ga teng bo'layapti. Endi bizga 4 burchak yuzi kerak. O'shani aytganmidi o'zi? SB YF ning yuzi. 4 burchak yuzini so'rayapti ekan. O'sha 4 burchakli yuzi 8 dan ayirishimiz kerak. O'sha 2 3 burchak yuzining yig'indisi 12 plus 12 natijamiz 24 ga teng bo'ladi ekan. Xo'p, endi keyingisida aytyapti, keyingi savolimizda SFG 3 burchak yuzining AGY 3 burchak yuziga nisbatini toping debdi. Nimaga tengligini. Yaxshi. Ya'ni mana bu yuzining bu yuziga nisbati nimaga tengligini nima qilishimiz kerak ekan? Topishimiz kerak ekan. Xo'p, buning uchun biz o'xshash burchaklardan foydalanamiz. Mana bu burchak alfa desak, bu burchak ham nimaga teng? Alfaga teng. Mana bu yer tomonimiz A, bu yerimiz 2A. Xo'p. Bu yerimiz o'xsha. Mana bu yerimiz desak bo'ladi. Xullas, yeganing G degan nisbati A ning 2A ga nisbatiga teng xullas. Tushunarli? Xo'p, bu yerdan ko'rinib turibdi. G demiz 2 ta G ga teng ekan. Tushunarli? Ikkalasini yig'imiz lekin 2h bo'ladi. Demak, 3 ta yegimiz 2h ga teng bo'lsa, yegini o'zi 2h taqsim 3 ga teng bo'ladimi? To'g'rimi? G'ni o'rniga biz 2 ta yegini qo'yapmiz va yegimiz 2 ta h ga teng bo'lyapti. Yegimiz demak o'sha 2h taqsim 3 ga teng ekan. Mana bu yerimiz. Bu mana bu yerchi. Bu yerimiz h taqsim 3 ga teng bo'ladimi? Endi mana bu hop AGning sal pastroqdan yozaylik. Yani bu yerda o'xshash burchaklar AGning G'siga nisbatini ham topsak bo'ladi. AGning G'siga nisbati AY'ning ya'ni A'ning 2A ga nisbatiga teng. Bu ham xuddi shunday 1 taqsim 2. Ya'ni hop, mana bu tomonimiz A dan G gacha bo'lgan masofani Z desak, G dan S gacha bo'lgan masofamiz 2 Z ga teng bo'ladi ekan. Endi ikkita tomon va ular orasidagi burchak berilgan bo'lsa, 3 burchak yuzini topish formulasidan nisbatlarni topib qo'yamiz. S CF ga 3 burchak yuzining S AGY 3 burchak yuziga nisbat. CF ga 3 burchak yuzi 1 taqsim 2 ko'paytirilgan bo'laylik. SF ga 3 burchak yuzi, CF ga 3 burchak yuzi 1 taqsim 2 GF tomonimiz h taqsim 3 ko'paytirilgan. Hop, GS tomonimiz 2Z ko'paytirilgan orasidagi burchak sinus alfa taqsim AG 3 burchak yuzi 1 taqsim 2 tomonimiz Z tomonimiz 2h taqsim 3 ko'paytirilgan sinus alfa.
buni hisoblaydigan bo'lsak, mana bular qisqarib ketadi bir taqsim ikkilar. 2 bilan 2, 3 bilan 3 qisqarib ketgandan keyin natijamiz 1 qolyapti. Demak, B javobga 1 ekan, A javobga esa 24 ekan, ya'ni A sovg'ada. Shunday. Xo'p. Keyingi misolimiz 5-misol. ABC uchburchakda B'da kesma, B'da kesma, burchak B'ni 1 2 nisbatda bo'ladi. Katta va kichik aylanalarning radiuslari mos ravishda 8 va 4 ga teng. Demak, kichik aylananing radiusi 8 bo'lsa, 4 bo'lsa, katta aylananing radiusi esa 8 ekan. KLni uzunligi, KLni uzunligi osti 129 ga tengligi ma'lum bo'lsa, IJ masofani hamda BJ kesmani uzunligini so'raydi. IJ va BJ masofani uzunligini so'raydi ekan bizdan. Yaxshi. Bu yerdan biz nimalar topib olsak bo'ladi? IJ masofa yani ana masofamiz radius ekan. To'g'rimi? Mana bu ham nimaga teng? Radiusga teng. Perpendikulyar. Bu ham perpendikulyar. Bu ham radius. Mana bu ham nimaga teng? Radiusga tengmi? KL masofamiz berilibdi. KL masofa biz nima chizsak bo'ladimi? Mana shu ildiz osti necha? 129 ga teng ekan. Biz mana shu yerdan O'dan M'gacha bo'lgan masofani topsak bo'ladimi? Bu yergacha 4 da. Chunki N'dan L'gacha 8, R'dan L'gacha 4 bo'lgandan keyin bu 4 ga teng bo'ladi. ON masofani topsak bo'ladi. ON masofamiz ildiz osti 129 kvadrat 129 qo'shilgan 4 kvadrati 16. Bu ildiz ostida 145 ga teng bo'lyapti o'yinimiz. O'yinimiz 145 ga teng bo'ldimi? Endi mana bu burchak bilan, ya'ni OI mana bu yerda bir nuqtada kessin, P nuqtada. OPI uchburchak bilan JPN uchburchaklarimiz o'xshashmi? To'g'rimi? Mana bu yerni biz X desak, mana bu yerni Y desak, demak, o'sha kichkina R'ning katta R'ga nisbati Y'ning X ga nisbatiga teng bo'lyapti. To'g'rimi?
Hop, x y'ga nisbati demak, ya'ni y ning x ga nisbati taqsim 2 ga teng ekan. Taqsim 2 bo'ladigan bo'lsa, y'imiz shunda x'imiz shunda 2 ga teng bo'lyaptimi? To'g'rimi? Bizda o'yin bor, ha? O'xshash bo'lgandan keyin OP bilan PNni bo'lishimiz kerak 2 ga nisbatda. Yerimiz 2z OPni masofasini z desak, PNimiz nima 2z bo'ladimi? O'sha z bilan zning yig'indisi o'yinni berish kerak. Imzosi 145 ni. To'g'rimi? Bu yerdan z'imiz kelib chiqyapti. Ildiz ostida 145 taqsim 3 ga teng bo'lyapti. Endi yjni uzunligi x bilan y yig'indisiga teng bo'lyaptimi? X'imiz nimaga teng? X'imiz ildiz ostida 2zning kvadrati ayrilgan radius kvadratiga teng. Plus y'imizchi? Y'imiz esa zning kvadrati ayrilgan kichkina radiusning kvadratiga teng ekan. Bizda z'imiz chiqdi. Ildiz osti 145 taqsim 3. Buni kvadratga ko'taradigan bo'lsak, bu 4 ko'paytirilgan 145 taqsim 9 mi? Ayrilgan radius kvadrati 64. Plus ildiz ostida zning kvadrati. Bu yerda z'imiz ildiz osti 145 taqsim 9 ayrilgan 4 kvadrati 16 mi? Mana shuni hisoblaymiz endi biz. Teng. Davom ettiramiz. BC kesmaning uzunligi nimaga teng debdi. Hop, buni topishimiz uchun biz nima qilsak bo'ladi? Mana bu uchburchakka ichki qismiga aylanarli bo'ladi, to'g'rimi? Burchak ichki qismiga aylanarning markazlari bisektorlar kesishgan nuqtasida o'tadimi? To'g'rimi? Yo'q, shunday bisektorlar kesishgan nuqtada o'tadi. Endi bisektorlar kesishgan nuqtada o'tgandan keyin burchaklarimizni bu sektor chizamiz, teng ikki bo'ladimi? Ya'ni mana burchagimiz x bo'lsa, bu burchak ham x ga teng bo'ladi. Mana burchagimiz x taqsim 2, bu burchak ham o'sha x taqsim nima? 2 ga teng bo'ladi. Tashkilga yaqinlashmadi mayli. Tushunarli. Endi biz bu yerdan nimalardan foydalansak bo'ladi? Radiusimiz bor. Servis perpendicular bo'lgandan keyin
Tangensdan foydalansak bo'ladimi? Mana bu I bilan J ni oraligi necha? 1 ga teng bo'ldimi? To'g'rimi? Endi B dan J gacha bo'lgan masofani qandaydir nima deb qo'ysak bo'ladi endi. Biz xavf ishlatmadi, ishlatmadi, deb qo'yaylik. Tangensal faz. Tangens x'imiz R taqsim A ga teng bo'lyapti. Endi mana bu burchak bo'yicha tangens x taqsim etganmiz. Tangens x taqsim etganmiz, qarshi sakatimiz mana bu bo'lyapti. Ya'ni radius taqsim yopishgan katetimiz A plusdan 1 bo'lyapti. Nima bo'ldi? Hop, bu 8 taqsim A teng bo'lyapti 4 taqsim A plus 1 ga. Endi tangens x ni biz ikkilangan burchak formulasi bo'yicha yozsak, 2 tangens x taqsim 2 taqsim 1 minus tangens kvadrat x taqsim 2 shu teng ekan 8 taqsim A ga teng bo'ladimi? O'rniga qo'yamiz endi. Tangens x taqsim 2 miz 4 taqsim A plus 1 ga tengmi? Bizda kattaroq joy bor. Yozaman. Ko'paytirilgan tangens x taqsim 2 ni o'rniga yozamiz 4 taqsim plus 1 taqsim 1 minus tangens kvadrat x taqsim 2 yani 4 taqsim A plus 1 ning taqsim kvadrati ekan. Shu teng ekan 8 taqsim A ga. Shu yerdan A ni topib qo'ysak bo'ldi. Cheglamani ishlaymiz. Umuman xarj berib yuborsak, suratda 8 taqsim A plus 1 taqsim kvadratga ko'taramiz, endi boshqa ilojimiz yo'q. Ya'ni A kvadrat plusdan 2A plusdan 1 minusdan 16 taqsim A plus 1 ning qavs kvadrati. Shu teng ekan 8 taqsim A ga. Bu bilan buni qisqartirib olamiz. Suratga chiqarib olsak 8 qavs ichida A plus 1 qolyapti. Maxrajimizda A kvadrat plus 2A minusdan 15 qolyapti. Shu teng 8 taqsim A ga. 8 da qisqarib ketdi. Proporsiya qilsak A kvadrat plusdan A miz teng ekan 2A minus 15 ga. Demak A miz teng ekan nechaga? 15 ga. Bu javobimiz 15 ga teng ekan. Keyingi misolimiz. 4-misol. ABC'da parallellogram berilgan BH ning B'siga nisbati EDning A'ga nisbatiga teng. Bular 1/5 nisbatda ekan. C'ning B'siga nisbati ALni A'ga nisbati 3/7 kabi nisbatda bo'lsa, qo'yilgan soha yuzini parallellogram yuziga nisbatini toping debdi. Keyingisida hop BHOL BHOL beshburchak yuzini parallellogram yuziga nisbatini so'raydi. Demak, ketdi BH ning B'siga nisbati 1/5 ekan. Demak, BH ni x deb olsak, B'simiz BH'imiz x bo'lsa, B'simiz necha bo'ladi? 5x bo'ladi. Xo'p, bundan keyin 7 ni A'ga nisbati ham xuddi shunday ekan. Mana bu yerimiz x bo'lsa, o'sha A'imiz 5x dan. T'gni B 5 + 5 = 7 + 5 = 15. 5 + 5 = 15. 5 + 5 = 15. 5 + 5 = 15. 5 + 5 = 15. 5 + 5 = 15. 5 + 5 = 15. 5 + 5 = 15. 5 + 5 = 15. 5 + 5 = 15. 5 + 5 = 15. 5 + 5 = 15. 5 + 5 = 15. 5 + 5 = 15. 5 + 5 = 15. 5 + 5 = 15. 5 + 5 = 15. 5 + 5 = 15. 5 + 5 = 15. 5 + 5 = 15. 5 + 5 = 15. 5 + 5 = 15. 5 + 5 = 15. 5 + 5 = 15. 5 + 5 = 15. 5 + 5 = 15. 5 + 5 = 15. 5 + 5 = 15. 5 + 5
bsga nisbati taqsim 7 ekan. 3 taqsim 7. Buni qanday proporsiya qilsak bo'ladi nisbatda? Ayolni degan nisbat ishla. Demak, 3 taqsim 7 bo'lishi uchun yerimiz 5x bo'lishi 5x bo'ladigan bo'lsa, shu 7 nisbatda bo'lishimiz kerak. Endi bunamiz bunda bgni 5x ga nisbati teng bo'lishi kerak ekan. 3 taqsim nechiga? 7 ga. Demak, sigimiz 15x taqsim 7 ekan. Tushunarli. Bunda bsimiz 5x bo'lgandan keyin sigini bsiga nisbati o'sha 3 taqsim 7 bo'ladi. Demak, ayol ham xuddi shunday. 15x taqsim 7 ekan. Endi hchi. Hsimiz hni topish uchun nima qilamiz? 4x dan ayirishimiz kerak. 15x taqsim 7 nima? 1 ga 7 ni ko'paytirsak necha bo'ladi bu? 28. 28 dan 15 tersak 13. 13x taqsim 7 ekan. Bu yerimiz o'sha 13x taqsim 7. Bu yer ham xuddi shunday. 13x taqsim 7 bo'ladi. Men so'ragan bo'yalgan soha yuzini parallellogram yuziga nisbatan so'rabdi. Tamam. Hop, tepalarni o'tkazadigan bo'lsak, h ham h ga teng bo'ladi, chunki teng. Bir xil nisbatda bo'linyapti. Parallelogramni yuzi o'sh tomonimiz 5x mi? 5x ni 2h ga ko'paytmasi bo'lyapti. Endi bo'yalgan soha yuzi bizda ikkita uchburchakdan tashkil topyapti. Bu yuzi tomon unga tushgan balandlik ko'paytmasini yarmiga teng. Qisqarib ketgandan keyin 13x h taqsim 7 ga teng bo'ladimi? Bo'yalgan sohamiz. Demak, bo'yalgan soha yuzini parallelogram yuziga nisbat. Bo'yalgan sohamiz 13x h taqsim 7 ni parallelogram yuzi 10x h ga nisbatan. hxlarimiz qisqarib ketgandan keyin bizda qolyapti, necha qolyapti? 13 taqsim 70 qolyapti. Demak, A savolda javobi 13 taqsim 70 ga teng ekan. Endi ABHL 5 burchak yuzini parallelogram yuziga nisbatini so'rayapti. Demak, bo'yalgan sohani yuzi 13x h taqsim 7 chiqdi-ku, to'g'rimi? Mana bu yuzi qandaydir A bo'ladigan bo'lsa, buning ham yuzi o'sha A ga teng. Demak, 2A bilan bo'yalgan sohani yuzi bizda parallelogram yuzini berish kerak. Tushunarli? Demak, bo'yalgan soha yuzini topib olamiz. Parallelogramni yuzi bizda 10x hmidi. Shundan ayiramiz. Bo'yalgan soha yuzi 13x h taqsim 7 ni. Uyma xarj bersak 70, 70 dan 13 da ayiradigan bo'lsak 57 bo'lyapti. 50 x h taqsim 7 ga teng ekan. Xo'p, demak, A sohani yuzi demak bu yerda 57 hx taqsim 14 ga teng bo'lyapti. Bizdan aytyapti o'sha S aning A sohani parallelogram yuziga nisbatan so'rayapti. A sohamiz mana ko'rinib turibdi. 57 hx taqsim 14, shuning parallelogram yuzi 10x h ga nisbat. Bo'lib olsak buni 57 taqsim 100
teng bo'ladi ekan. Mana bani javobi 57 taqsim 140 ekan. Endi keyingi savol. 7-chi savolimiz. ABC'da parallelogramning o'tmas burchagi 120 gradusga va perimetri 26 ga teng. AB'da uchburchakka aylana ichki chizilgan. Aylana radiusi ildizosi 3 ga teng. Parallelogram yuzini toping va parallelogramning katta tomonini toping debdi. Yaxshi, o'tmas burchak 120 bo'lsa, o'tkir burchagi necha bo'ladi? 60 bo'ladimi? Yo'q. 60 bo'ladigan bo'lsa, burchagim necha? 60 gradusmi? Radiusi nechaga teng edi? Ildizosi 3 ga teng edi. Perimetri 26. Mana A tomon, mana bu B tomon deydigan bo'lsak, bu yerda A tomon bilan B tomonni yig'indisi 13 ga teng ekan. 13 gradus. Parallelogram bo'lgandan keyin bu yog'i ham shunaqa bo'ladi-da endi. Chiqdi. Mana ildizosi 3. Shu burchakka chiqsa aylanani markazi bisektor silib kesishgan nuqtasi yotar. Bu yerimiz 30 gradusga teng. 30 gradus qarshisiga ketib, gipotenuzani yarmiga teng. Bu yer 2 ildizosi necha? 3mi? Demak, mana yer topib olsak bo'ladi. To'g'rimi? Bu yerdagi masofamiz. Ifuro termasdan 12 dan 3 desak 9 dan necha chiqadi? 3 chiqadimi? Bu yer necha? Hop, demak, bu yerdan 1 gacha bo'lgan masofamiz -3. Mana yerdan 1 gacha bo'lgan masofamiz A-3. Mana yerimiz A-3 chunki bu yerim bilan B-dan ketaymi? Hop, diagonalimiz A plus B minusdan 6 ekan. 7 ekan diagonalimiz. Diagonal 7 mana shu. Mana tomon A, mana tomonimiz nima? B. Ko'sinsa termasa qo'ysak 9 teng A kvadrat plyusdan B kvadrat minus 2AB kosinus 60 gradusda 1 taqsim 2 tengmi? Buni keltiraman endi. 49 teng A kvadrat plus B kvadratni A plus B ning qavs kvadrati minus 2AB ni biz minus 3AB shaklga keltirsak bo'ladi buni bilan birgalikda. A plus B ning qiymati bor o'zi. 13 edi. 469 bo'ladi. Minus 3AB. Demak, 3AB'miz 120 ga teng ekan. AB'miz 40 ga teng ekan. A plus B'miz 13 edi. A bilan B'ni ko'paytmasi 40 edi. Demak, yig'indisi 13 ko'paytmasi 40 deb beradigan sonlar. Bular nechalar? 8 bilan 5. A tomon 8 bo'lsa, B tomonimiz necha? 5. Bizdan parallelogram yuzini so'raydi. Parallelogram yuzi A va sinus alfa. 40 ko'paytirilgan ildizosi 3 taqsim 2. Natijamiz 20 ildizosi 3 ga teng ekan. Parallelogramning katta tomonini so'rayapti. Demak, katta tomonimiz nima? 8 ga teng ekan. Demak, A javobga 20 ildizosi 3, B javobga 8 degan javoblar bo'ladi ekan. Endi 8-misol. 8-misolda nima deyapti? ABC'da parallelogramning diagonallarida olingan A1, B1, C1 va D1 va E nuqtalar uchun parallel ekan. A1 yemiz A1 ga,
S1 yemiz. S degan parallelliklar va A'sining A1 S1 ga nisbati 5 taqsim 3 ekan. Endi B1 B1 ga nisbati 3 taqsim 2 ekan mana. Nisbatda o'rinli bo'lsa, bizga so'rayapti S A1 S1 E yuzining uchburchak yuzining A'sida uchburchak yuziga nisbatini so'rayapti. A'sida uchburchak yuziga nisbati nimaga teng bo'ladi? A'sining A1 S1 ga nisbati 5 taqsim 3. Demak, bu yerdan A1 S1imiz bunda qanchaga teng bo'ladi? 3 taqsim 5 A'siga teng bo'ladimi? To'g'rimi? Xo'p. B1ning B1 ga nisbat. B1 B1 ga nisbat. Demak, B1 B1imiz 2 taqsim 3 B'ga teng. Endi o'zi savolda nima deyapti? Savolda aytyapti A1 S1 ning A'siga nisbat B'ga nisbat. Mana bu bilan bu parallel. Bu bilan bu parallel bo'lgandan keyin bular o'xshash burchak bo'lib qoladimi? Demak, teng deb davom ettirib ketsak bo'ladi. O'xshash burchaklarda mos tomonlar nisbati kvadratlariga teng bo'ladi. Ya'ni bu yerda A1 S1 taqsim A'sining kvadratiga teng bo'ladi. Bizda nisbati 5 taqsim 3 bo'ldi. Demak, 3 taqsim 5 kvadrat 9 taqsim 25 ga teng bo'ladi ekan. 9 taqsim 25. Xo'p. Endi A1 B1 S1 D1 ning ABCDga nisbatan. Bu oson. Tepadagi simlarni mos. Demak, A1 B1 S1 D1imiz bu ham bitta nima? Xo'p, to'rtburchakning diagonallari kesishgan nuqtasi berilyapti. Ya'ni bo'ladigan bo'lsa, quyidagicha bo'ladi. 1 taqsim 2 A1 S1 ko'paytirilgan B1 B1 taqsim endi ABCD trapetsiyani o'zi 1 taqsim 2 rassaviy burchak qolib ketdi sinus f. A'si ko'paytirilgan B D sinusdan fi bo'ladi. Shuni hisoblab qo'ysak bo'ldi. Xo'p, A1 S1 ning A'siga nisbati taqsim 5 ko'paytirilgan B1 D1 ning B'ga nisbati 2 taqsim 3. Natijamiz 2 taqsim 5 ga teng bo'ladi ekan. Ya'ni diagonallari berilgan bo'lsa va diagonallari va ular orasidagi burchak berilgan bo'lsa, parallelogram yuzini topishdan ketyapmiz-da.
9-chi savolimiz berilyapti. BSD rompning AB tomonidan DH balandlikka o'tkazilyapti. Bu yerda AH ning H ga nisbati 3/2 ekan. Bu yerimiz 3x bo'lsa, bu yerimiz 2x. Demak, rompning tomoni 5x ekan. Rompga DS tomoniga M nuqta da urinuvchi doira ichki chizilgan. Romb yuzining doira yuziga nisbatini toping deyapti. Romb yuzining doira yuziga nisbati. Balandlikni h deb olsak, doirani radiusi o'sha h taqsim 2 ga teng. Chiqarib olamiz Pifagor teoremasdan h teng